Buzov g'ibret, erkak. Mana. Birinchi balasi. 6 ta 7 ta suti bor. Birinchi balasiga. Buzov ho'kizcha. Yeyishi, ichishi, tepmasligi, sog'lomligiga 5% javob beraman. Kecha avitda tutamiz mana. Ikkurib tishi. Xohlasa tishini ko'rib olsin, xohlasa sovib ko'rib olsin, xohlasa yedirib ichirib ko'rib olsin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beraman. Lubboy tochkaga. Narxi 26 million so'm kami bor. Xayriga o'tib beraman. Uchinchi balasi. Buzov erkak. 4 kunlik buzov. 7 ta 8 ta sutiga garantiya. Tishiga, yeyish ichishiga, sog'lomligiga, tepmasligiga 500% javob beraman. Ertaga shu ko'rsatardim. Qimirdamaydi jonivor. Balasini ham turg'iz. Tishini ham och ko'rsat. Odamlar qari deyishi mumkin. Tishini ko'rsat. Katta qilib och. Qo'lingni och, dakan soch. Ko'rsat tishini. İçiga, sog'lomligiga, hamma tarafiga javob beraman. Birov olsa mana ro'zani ichida faqat rahmat aytadi, la'nat aytmaydi sizga. Mana shu bolasi erkak. 4 kun bo'ldi, kunligi tushgan ekan. Bu kichikda. Bo'ldimi? Davay, buni. İkinci balasi. Balasi urg'ochi, lekin juda sutdor sigir. Balasi 1 haftalik. 1 hafta bo'lgan tuqqaniga 7 ta 8 ta buzovdan tashqari sut beryapti. Yeyishi, ichishi, sog'lomligi 500% javob. Oborib, sog'ib, yedirib, ichirib, ko'rib. Shinoy Sabbajon. Balasi urg'ochi. Sigirga garantiya. Satilda olib kelib xohlagan inson sog'ib ko'rsin. Ayol, erkak tanlamaydi. O'zi kichkina bo'lgan bilan juda sutdor sigir. Juda ham sut ko'p. Bo'ldi, balasini ol bu yoqqa. Sog'ib ko'rsin. Balasi ham urg'ochi bo'lgan bilan lubo erkak bo'lgan ziyod. 1 hafta bo'ldi tuqqaniga. Demak, sut ichadi. O'zani ichida faqat rahmat aytadi. Yosh bo'ldi, ikkinchi balasi. Bexor, sog'ib ko'rsat sigirni. Birinchi balasi bo'lgan bilan jonivor chini bilan juda yuvosh. Juda ham sutdor sigir. Balasini ol bexor. Balasi kecha ertalab tutgan, 2 kunlik buzov. Kindiqchasi turibdi. Birinchi balasi 6 ta sutiga garantiya. Yeyishi, ichishi, sog'lomligiga 500% garantiya beraman. O'zbekistonning Lubboy tochkasiga dastlabki qilib beraman. Narxi 24 million so'm kami bor. Shuni ko'rsat, Fardorjon. 3-chi balasi. Balasi bugun 4-chi tuqqaniga. Sigirning suti juda mo'l jonivor. Shuni ko'rsat. Sigirda yeyishi, ichishi, sog'lomligiga 500% javob beraman. Ertani oqshomiga 4 tadan 8 ta sut berishiga garantiya. Tepmaydi, shoxlamaydi, urmaydi, suzmaydi. Birorta kamchiligi yo'q sigirda. Olgan odam rahmat aytadi. Balasi 4 kunlik, balasini kindigi ham tushmagan hali. Kun baraka topadigan bu. Bu molning narxi 25 million 500 ming so'm kami bor. 7 ta 8 ta sutiga garantiya. Xunojinning narxi 24 million so'm kami bor. Lubboy tochkaga, Lubboy O'zbekistonning Lubboy joyiga dastlabki qilib beraman. Nargini narxi 26 million so'm, xayri bor. 3-chi balasi. 4 kunlik buzov. Buni narxi 24 million 500 ming so'm, buni ham kami bor. Buni ham kelishtirib beraman. Xunojinda 26,5 million so'm, uni ham kami bor, uni ham muomala qilib beraman. Balasi, xunojinda balasi mana shu. Kecha-kechasi tutgan. 1 kunlik buzov.
Bunojini bolasi simental. Simentaldan qo'yilgan. Bunojidan kecha ertalab tuqqan, bugun 2-kun. Hozir baylanib bizaman. O'zi mayda bo'lgan bilan juda sutdor sigir. Savolari yeyish ichishi zo'r. Ro'zg'or boqma. Yosh mol. Telefon nomer 99lik 37 0446. Mol oluvchilar bo'lsa, bemalol telefon qilaveringizlar. Manzil Denov Islom To'rayev Quyish mahallasida. Qaraxon kottejlarga turibdi mollar.